Bir odam bir kishiga shayxiga kelib aytayaptiki, falonchi zikr qilsa riyoga qiladi debdi. Sezgan alomatini, haqiqatan riyoga qilib turganini sezgandir. Chunki o'zi yolg'iz qolganda qilmaydi, birovlarning oldida qilyapti. O'shandan kelib chiqib, bu odam riyoga qilyapti desa, shayx nima deyapti? Shayx komilligi uchun aytayaptiki, sen o'shani ham qilmayapsan-ku debdi. Uni o'sha riyo bilan qilgan narsasi ham baribir qanchadir qismida Xudoni o'ylaganda u. O'sha riyo bilan qilgan zikri ham, vazifasi ham miltirab turgan chiroq bo'lsa ham qiyomatda yo'l ko'rsatadi unga debdi. Sanda o'sha ham yo'q debdi. U riyo bilan qilib turgan zikri har kuni davom etmaydi. Bir kun borib haligi riyo degan joyga tushib qolib zikr qoladi baribir. Yosh bola namozni nima uchun o'qiydi? Yosh bolani nima uchun 7 yoshda namoz o'qishga o'rgatish kerak deyiladi? Chunki u ibodatning fazilati degan narsani bilmaydi u. Bir necha kun yurib otasidan qo'rqqandan o'qiydi u.